1449 yil. Samarqand. Dunyoning eng buyuk astronomi, shoh va olim Mirzo Ulug'bek o'z o'g'li tomonidan xoinlarcha o'ldirildi. Uning observatoriyasi vayron bo'ldi. Ilm-fan markazi so'ndi. Ammo agar unday bo'lmaganda-chi? Agar o'sha suiqasd amalga oshmaganda va Ulug'bek yana 20 yil yashaganda nima bo'lardi? AI tarixchi taqdim etadi. Agar Ulug'bekning ilmiy inqilobi to'xtatilmaganda, haqiqiy tarixda Ulug'bek o'z davridan o'zib ketgan daho edi. Uning Ziji Jadidi Ko'ragoni asari 1018 ta yulduzning o'rnini aql bovar qilmas aniqlikda belgilab bergan. Uning observatoriyasi zamonaviy teleskoplarsiz ham koinot sirlarini ochayotgan edi. Ammo uning ilmiy ishlari diniy mutaassiblar va o'z o'g'li Abdullatifning hokimiyatga bo'lgan ochko'zligiga duch keldi. Fojia yuz berdi. Endi keling, AI yordamida tarixni o'zgartiramiz. 1449 yil. Suiqasd fitnasi fosh bo'ladi. Ulug'bek o'z dushmanlarini mag'lub etadi va o'g'lini kechiradi. Lekin hokimiyatdan chetlatadi. U taxtni ishonchli odamga topshirib, o'zini butunlay ilm-fanga bag'ishlaydi. U yana 20 yil yashaydi. Samarqand ilmiy akademiyasi gullab yashnaydi. Ulug'bek o'z ishini davom ettirib, yerning harakati haqida yangi nazariyalarni ishlab chiqadi. U Kopernikdan deyarli 100 yil oldin quyosh markazli tizim, geliocentrizm g'oyasini ilgari suradi. Bu bilimlar Yevropaga tezroq yetib boradi. Yevropa renessansi va ilmiy inqilobi 50 yil oldin boshlanadi va uning markazi Samarqand deb tan olinadi. Leonardo da Vinci va Ulug'bekning shogirdlari o'rtasida xat almashinuvi bo'ladi. Bugungi dunyo AI prognoziga ko'ra fan texnika taraqqiyoti ancha oldinroq boshlangan bo'lardi. Biz hozirgi texnologiyalardan 100 yil oldinda bo'lishimiz, hatto kosmosni o'zlashtirish ancha oldin boshlangan bo'lishi mumkin edi. Albatta, bu shunchaki Irons tomonidan yaratilgan ssenariy. Ammo bu bizga bir narsani ko'rsatadi. Tarix bir necha hal qiluvchi lahzalarga bog'liq. Siz qanday o'ylaysiz? Bu alternativ tarix haqida fikringiz qanday? Izohlarda yozing. Va keyingi videoda qaysi tarixiy voqeani o'zgartirishimizni xohlaysiz? AI tarixchi bilan qoling.